Assalomu alaykum, cho'nchilik tug'anlar. Mana aka, bugun Mizraim olimning uyiga Haji bobo dush jasab berdi. Mana dush jasab turadi mana aka. Mana Yashangizlar mana aka. suv, muzaq suv, bu yoqda mana usti bor ishlab turadi. Mana ustida suv katta. Ay, ikki jag'inanmi? Bor ona suv. Oho, Alloh razı olsun. Mana aka, Mizraim o. Rahmat. Yaxshi ishladik, mazza qilib. Mazza qilib. Hayratda olib, g'usulda olib, namoz o'qiyverasiz. Cho'nchiliklar boringizlarda Xudo xolasa bo'lish kerak. Mana shunda 5 barliq uyda, har bir uyda usloviya bo'lish kerak Xudo xolasa. Shuning uchun har bir uyda. Yashangizlar. Har bir uyda Xudo xolasa barlig'ida usloviya olsa, usulni olib, daradan olib, namoz o'qiyverasiz cho'nchiliklar. Bir qilishoniqi bitgan, uni ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Yashangizlar. Har bir uydagi bitta Xudo xolasa 90% cho'nchilikni usloviyasi tuzildi Xudo xolasa. Abdug'afurda bor, Yo'ldoshboyda bor, Oltinbekda bor, hozir To'rada bor, Qanyaqchikada Xudo xolasa. Adilovada bor, biznikida bor, bordig'idalar bor-da, qiladi 99% bitdi. Bir ikkovi qolsa. Qolgan bitdi Xudo xolasa. Rahmat Alloh. Qolganda bitiramiz. 100%dan oshib cho'nchi bitish kerak. Qilgan xayrlarimizni Allohning o'zi dargohida qabul qilsin. Alloh akbar. Rahmat sizlarga, katta rahmat.